Hurmatli obunachilar, hozirgi zamonda ko'pchilik plastik operatsiyalardan keyingi yoki operatsiya paytida yoki narkoz vaqtida noxush asoratlardan qo'rqib qolishdi. Aziz ayollar, bu asoratlarni oldini olish uchun albatta siz operatsiyadan oldin barcha tekshiruv usullaridan o'tgandan keyingina, mutaxassislar tomonidan ruxsat berilgandan keyingina biz operatsiyaga olamiz. Hurmatli obunachilar, yana ko'pchilik savol beradi, kompleks operatsiyalarga qaysi operatsiyalar kiradi? Ya'ni kompleks operatsiyalarga bitta narkozda bir marotibada qaysi operatsiyalarni o'tkazish mumkin? Bu operatsiyalar mamoplastika, abdominoplastika, krugovaya liposaksiya hamda intimniy plastika amaliyotlarini bir marotibada o'tkazsak bo'ladi. Albatta biz ikkilamchi kasalliklari bor bo'lgan patsientlarga bu operatsiyalarni hech qachon o'tkaza olmaymiz. Ya'ni ikkilamchi kasalliklarga qaysi kasalliklar kiradi? Demak, qandli diabet, nafas olish sistemasidagi kasalliklar hamda yurak qon tomir tizimidagi kasalliklar bo'lgan patsientlarda bu operatsiyalarni o'tkaza olmaymiz. Shu sababli tug'ruqlardan keyin qanaqadir muammolar paydo bo'lganda albatta plastik xirurglarga murojaat qilsangiz, biz barcha tekshiruv usullaridan o'tkazib, qaysi operatsiyalar sizga mumkin yoki mumkin emasligini konsultatsiya davomida tushuntirib o'tamiz va siz o'zingizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni barchasini olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun aziz ayollar, siz o'zingizni sog'ligingiz uchun o'zingiz javobgarsiz. Bu kasalliklarni oldini olish uchun ham va yaqinlaringizda shunaqangi holatlarni oldini olish uchun ham siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Bizda esa bu muammolarning yechimi bor. Renessans klinikasi ayollar jamoasiga murojaat qilsangiz, biz bemalol sizga yordam beramiz. Agarda kimda shunaqangi savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va sizni qiziqtirayotgan barcha savollaringizga javob beramiz. Bu videoni yaqinlaringizga ham ulashing va Renessans kanaliga obuna bo'ling.